Hop, demak, bugun class va object haqida gaplashamiz. Ya'ni klasslar haqida gaplashamiz. Class va object sinf va obyektlarning ikkita eng asosiy va muhim OOP tushunchalari. Ushbu ikkita g'oya dasturchilarga real muammolarni hal qilishda yordam berish uchun OOPlarni taqdim etilgan, ya'ni OOP Object Oriented Programming obyektga yo'naltirilgan dasturlashda taqdim etilgan. Buni yanada chuqurroq tushunish uchun real dunyodan misol keltiramiz. Avtomobil ishlab chiqaradigan kompaniya bor. Muhandislar avtomobilni ishlab chiqishni davom ettirishdan oldin avtomobilning loyihasini, qoralamasini yaratadilar. Deylik, mana bizda Audi degan model nomidagi mashinamiz bor. Audi. Deylik, mana oldi balon o'qlari 1638 o'lchovda va to'liq o'lchovi 1940 o'lchovda va uning uzunligi 1240 santimetrda bo'lsin deyapti va orqa tomoni sal kattaroq bo'lsin oldingi nisbatga qaraganda deyapti. Endi buni o'rindiqlarini aytyapti. Bunisi balonning radiusini, bunisi balonning radiusiga olgandagi o'qi qancha bo'lishini va oldida jami qancha chiqishini va umumiy qancha bo'lishini hisoblanyapti va o'rindiqlarda misol uchun o'rindiqlarda ichki salonning eshigidan minus eshigigacha qancha bo'lishi, ichki salonda ikkita sideniya orasidagi masofa qancha bo'lishi haqida so'zlayapti bu yerda. Ya'ni shuncha bo'lishi kerak deyapti. Keyin muhandislar zavod xodimlariga ushbu rejani bajaradilar. Keyinchalik qismlarga loyihaga muvofiq yig'iladi va keyin mashina ishlab chiqariladi. Texnik jihatdan aytadigan bo'lsak, ushbu loyiha yordamida ishlab chiqarilgan har bir avtomobil obyektlaridan boshqa narsa emas va loyiha klass deb ataladi. Ya'ni bu narsani klass deb yuritar ekanmiz. Misol uchun klass, car degan klassimiz bor va car obyekt, ya'ni mashinadan obyekt olish. Misol uchun mana bu obyekt. Oddiy so'zlar bilan aytganda, obyektlar har qanday jonli yoki jonsiz mavjudot bo'lishi mumkin va bu obyektga ko'rsatma berish, u qanday ishlashi yoki o'zini tutishi, u nimani o'z ichiga olishi kerakligi, qanday xatti-harakat bajarish mumkinligi, bularning barchasi sinf klass deb aytib o'tilgan. Yana bir oddiy misol bo'lishi mumkin. Olma meva sinfining obyekti bo'lib, qizil rangi shirin ta'mi va boshqa kabi xususiyatlarga ega. Deylik, misol uchun olma bor, uni rangi bor, qizil, ta'mi bor, shirin. Va buning klassida mevalar klassiga kiradi. Meva deganda olma, anor, o'rik, giloslar kiradi. Deylik, mana misol uchun o'sha mevadagi bir obyekt olma. Keling, apple deb ko'rgan misolimizni olaylik va kodimizga kiritishga harakat qilaylik. Misol uchun bir klass nomini, ya'ni nima? Fruit degan klassni e'lon qilamiz. Mana e'lon qildik. Endi barcha mevalarning nomi, rangi, ta'mi, hokazo xususiyatlari bor. Keling, bu parametrlarni mevalar sinfiga qo'shamiz. Ya'ni biz klass haqida gaplashamiz va property, method, toString, constructor, getter, setter haqida gaplashamiz. Klass. Bu biror bir narsaning umumiy modeli hisoblanadi klass. Misol uchun aytganidek, klass bu o'sha bir narsaning umumiy modeli va bundan obyekt olib ishlatish mumkin deyapti. Deylik, mana klass kaliti so'zi bilan yozdik, fruit deb yozdik, uni ichiga nimalar yozar ekanmiz? Color, taste, name. String null qilib ochar ekanmiz. Color, taste, o'sha ta'mda, name, nom. Mana yopildi. Mevalardan foydalanib biz ba'zi harakatlarni amalga oshirishimiz mumkin. Masalan, yeyish. Biz sinfda ma'lum funksiyalarni va usullarni, metodlarni ham belgilashimiz mumkin. Shuning uchun keling, meva sinfiga eat deb nomlangan usulni qo'shamiz. Qo'shimcha ravishda mevaning nomi va ta'mini ichiga chop qilaylik. Mana metiga, misol uchun mana void eat. Shunchaki funksiya ochyapmiz, hech qanaqangi parametr yo'q. Void degan protsedurali funksiya, print the taste of the name. Taste of name is taste. Mana hop, demak. Mana buning ta'mi, mana buni ta'mi, yana bu yerda mana bu narsaning ta'mi bunaqa. Ya'ni
olma juda ham shirin deb nomlanganini bilsak bo'laveradi. The taste of dollar bilan name is dollar taste. Va mana yerda mana metod haqida gaplashdik. Funksiyaning klassning ichiga void turlimi, intmi, double'mi, bool'mi, num'mi nima qilishingizdan qat'iy nazar, funksiyaning ichiga klassning ichiga funksiya yozdingizmi, qaysi tur bo'lishidan qat'iy nazar bu o'ziga nima oladi? Method va property. Mana bu holatda property, mana bu holatda method bo'ladi. Endi aytishimiz mumkinki, biz Freud sinfining loyihasi rejasini yaratdik. Rang, nom, ta'm kabi turli xil xususiyatlarga ega va asosan mevaning ta'mi qanday ekanligini ko'rish uchun ishlatiladigan eat deb nomlangan funksiyaga ega. Endi asosiy funksiyalarimiz ichida shu funksiyani, shu sinfning obyektini yaratamiz va xususiyatlariga birma-bir kirish uchun nuqtadan foydalanamiz. Demak biz mana bu joyda mana o'zimiz bilgan void main deb ochamiz. Asosiy funksiyalardan biri va Freud degan klassdan obyekt olamiz. Apple misol uchun. Olma. Freud deb o'zini qiymatini, konstruktorini biriktiramiz. Endi Apple obyekt nuqta name barobar olma. Apple nuqta color bizni olmamiz misol uchun sariq olma. Apple nuqta taste ta'mi juda ham mazali bo'lsin. Mana demak biz klass ochdik. Apple degan, Fruit degan klassni yozdik va uni Apple deb olma deb obyekt oldik va uni konstruktorini biriktirdik va har bir propertylariga birma-bir nima kiritdik? Qiymat biriktirdik. Va shunchaki biz Apple nuqta it degan funksiyasini ishlatadigan bo'lsak, avtomatik bizga the taste of the olma is juda ham mazali. Buni o'rniga o'zbekcha qilib yozsak ham bo'laveradi. Mevaning nomi olma, u juda ham mazali bo'lib chiqadi. Mevaning nomi olma, u juda ham mazali. Mana xohlang, mana misol uchun olmani o'rniga anor qilib qo'ying. Faqat to'g'ri kelmaydi, chunki Apple deyapsiz-ku, olma deb obyekt olib turib, anor deb ichiga tiqmaysiz-ku. Shunday olma bo'lgandan keyin olma bo'lishi kerak. Bo'lmasa pineapple bo'lishi kerak. Pineapple bo'lsa, menimcha nima bo'ladi? Pineapple. Ananas bo'ladi. Nima? Hop. Demak, car sinfini modellashtirib ko'ring. Pomegranate mi deyilardi menimcha. Pomegranate mi deyilardi. Anor inglizchasiga. Pomegranate. Короче, anor, pineapple, ananas, shunaqa. Ingliz tili darsi bo'lsa, endi shunchaki harakat qilib ko'rdik, mevalarning inglizcha nomini eslashga. Car sinfini modellashtirib ko'ring va dasturda aks ettirishga harakat qilib ko'ring. Car degan klass ochar ekanmiz. Klass car va buni ichiga carda nimalar bo'ladi? Misol uchun string string name bo'ladi. String misol uchun model bo'ladi. Int null hoppa misol uchun ot kuchi bo'ladi. Endi biz bundan obyekt olishga harakat qilib ko'ramiz.
car misol uchun Audi barobar car deb biriktiramiz. Audi nuqta name'ga Audi deb nomlaymiz. Audi d nuqta modelga RS6 Audi nuqta HP o'sha horsepowerga, ya'ni ot kuchiga 1080 ta deb biriktiramiz. Endi bizga agar metod yozmasalaring, buni shunchaki rang qilsalaring hech nima chiqmaydi metodda. Hech nima chiqmaydi. Ya'ni Audi'ni ma'lumotlar chiqmaydi. Chiqishligi uchun har bittasini bitta-bitta print qilib chiqish kerak. Audi'ni nuqta name'ini yoki Audi'ni nuqta modelini yoki mana Audi'ni nuqta name bo'lgandan keyin HPSmi horsepower ot kuchini qilinadi-da. Endi rang qilinsa mana bitta-bitta chiqadi. Audi RS6 1080 ta deb chiqadi. Endi buni doim shunaqa qilib yozib o'tiramanmi deb turib, tepada prezentatsiyada o'rgatganki, metod qilib qo'y degan. Misol uchun info degan metod qilib qo'y, u shunchaki qaytarib bersin degan. Print misol uchun the name of car is dollar bilan o'sha name'i and modeli chiziqcha o'sha dollar bilan modeli also HP o'sha horsepower buni shunchaki Audi nuqta info qilib ishlatsalaring chiqarib beradi. The name of the car is Audi, model is RS6, also HP is 1080 deb chiqarib beradi. Faqat bitta narsasi bor. Mana bu yerda toString degan yordamchi bor. toString haqida gaplashib o'tamiz. Bu shunaqangi yordamchiki, siz mana bu yerda bir marta qiymat biriktirdingizmi? Shunchaki siz o'sha Audi'ni o'zini print qilsangiz, mana hozir Audi'ni o'zini print qilsangiz, instance of o'sha car deydi. Instance of car, ya'ni Audi bu instance, ya'ni carning modeli deydi. Agar siz shuni o'rniga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilganimda avtomatik qiymatlarni chiqarsin deydigan bo'lsangiz, toStringga o'rab qo'yishga to'g'ri keladi. Deylik, mana misol uchun bu oddiy o'sha nimaga o'xshagan funksiya qaytarib turganda dollar name chiziqcha nomi shunaqa backslash n yangi liniyaga tushiraman. Model chiziqcha dollar bilan modeli yangi liniyaga tushirib turaman. New line misol uchun HP chiziqcha dollar HP. Mana endi instance of car deyishni o'rniga bizga mana shu toStringdagi qiymatlarini chiqarib beradi. Bu nimaning hisobiga? Carning, misol uchun Audi'ning o'ziga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilganingizda mana shu Audi car degan klassdan obyekt olinganmi? Car degan klassning toStringga qarab ko'radi. Agar buning toStringi bo'lmasa, buni o'zi objektdan kelgan toString ishlab ketadi. O'shaning uchun instance of car deydi. Endi bunaqangi infosi ham kerak emas. Buni qilib print qilib o'tirish ham kerak emas. Shunchaki qiymat biriktirganingizdan so'ng o'zini modeli nomini qo'yib chop etib qo'ysangiz bo'ladi. Keyin yana bitta narsa, mana bu metod, mana metod tizimni o'chirib tashlasa bo'ladigan toString bo'lsa deb o'ylamang. O'zini maxsus o'ziga kerakli bo'lgan metodlari bo'ladi. Bu boshqa narsa. Modellashtirish. How we see the world. Dunyoni qanday ko'ramiz? ABK yo'naltirilgan dasturlash bizning miyamiz kabi dunyoni modellashtirishga harakat qiladi. Biz dunyoni qanday ko'ramiz? Mana qarang. Odamning kallasi bu tomonda daraxt turibdi. Daraxt tasavvur qildingizmi? Shunchaki archasiz daraxt. Ha, tasavvur qildingiz. Uy. O'zingiz uyingiz tasavvur qildingiz. Ko'chadagi boy uy tasavvur qildingiz. Umuman uy. Uni ham tasavvur qildingiz. Maysazor. Shunaqa o'tlar.
maysazor. Tasavvur qildingizmi? Eshitdim? Ha. Uyingizdagi maysazor bormi? Ha. Yoki yo'q, tasavvur qilolmadim. Hatto ko'chada bor-ku. O'shani tasavvur qildingiz. Mana o'shanday miyangiz avtomatik dunyoni modellashtiradi. Bu gaplarni gapirishimdan maqsad. Inson miyasi tashqi olamdagi ko'rgan tasvirini muhim narsalarini hisobga oladi va boshqalarga e'tibor bermaydi. Qarab, archaga e'tibor berdingiz haligida, lekin nimaga bulutga e'tibor bermadingiz? Misol uchun, men masjidda turganimda to'nkaga e'tibor bermadingiz, uni chiqib turgan daraxt tagiga yoki daraxt orqasiga, uy orqasidagi daraxtga. Ya'ni birinchi bo'lib daraxtga qaradingiz, uyga qaradingiz, maysazorga qaradingiz, keyin unga qaradingiz. Boshqacha qilib aytganda, biz ongimizda dunyoni modelini yaratamiz. Hozir biz qarab turib, o'sha o'rganib modelini yaratib bo'ldik. Modeling with classes. Klasslar bilan modellashtirish. Demak, ushbu modellashtirish jarayoni narsalar orasidagi o'xshashliklarni topishga asoslangan. Bizning miyamiz ikkita elementni yetarlicha o'xshash deb topsa, ularni bir xil toifaga tiqadi, aks holda turli toifaga tiqadi. Buni ko'rsatishdan gapirishdan maqsad shuki, it. To'g'rayapmi? Znash bu ham it, bu ham it, alabay bo'lsa ham it, oddiy bo'lsa ham it. Lekin hech qachon misol uchun mana it bilan it turini modelini bitta deymiz, lekin mishiq boshqa narsa. Lekin mana stolda ham 4 ta oyog'i bor-ku, nimaga u it emas? O'shanda mana shu narsa miyamizda bor. Ya'ni biz turkumlashtiramiz ko'rgan narsamizni, turkumlab biz tasavvur qilamiz. Object class in the real world. Dunyodagi haqiqiy modellar deb aytayapti. Demak, qisqa qilib aytganda bu joyda biz misol uchun ko'rgan narsamizni bilamiz. Xuddi mana aytganidek itni tasavvur qilamiz, bunisi itni ham it deb tasavvur qilamiz. Lekin mishiqni o'zi ajratamiz. Mishiq bilan stolni o'zi vaqt ajratib tashlaymiz. It bilan xuddi stolni ajratganimizdek, xuddi buni ham mishiq bilan buni ajratib tashlaymiz. 4 oyoq bo'lgani bilan, lekin bu boshqa narsa. O'shanda men yerda aytmoqchi bo'lgan narsa shuki, tasavvur qiling deyapti, bugun katta it ko'rdingiz. Qora edi, juni juda ko'p edi, quturgan edi. Eslab qoldingiz. Kech payt kelib, bugun men itni ko'rdim demaysizda, bugun men itni shunaqasini ko'rdimki, uni juni bunaqa edi, quturgan edi, boshqa edi deysiz. Ya'ni o'ziga o'zi siz razi model bo'lgan miyangizda siz undan obyekt olib, o'ziga saqlab qolgansiz bu narsani degan narsani aytayapti. Misol uchun itni ko'ramiz, boshqa data behavior. Data behavior nima degani? Method propertylari data behaviorlar hisoblanadi. Demak, mana shu klassni ochib ko'ramiz. Demak, unga maxsus funksiyalar biriktiramiz. Set, lay, fetch, find va narsalarga murojaat qilamiz. Narsalarga murojaat qilish shunchaki mana bu Audi.model deganingiz narsalarga murojaat qilishingiz. Hozir biz nimaga u klassni ochmadik, chunki bizda car degan klass bor edi. Mushukni modellashtirib ko'ring va dasturni aks ettirishga harakat qilib ko'ring. Demak, bizda klassda asosiy narsalar haqida gaplashadigan bo'lsak, metodlari va propertylari. Mana bu metodlari, mana bu propertylari. Voiddan tashqari ham ochsangiz bo'laveradi. Misol uchun string deb ochsangiz bo'laveradi. String a deb turib, string a deb turib. Biror bir metod ochib, returniga salomni qaytarib qo'ysangiz bo'laveradi. Va o'sha Audi'ni misol uchun mana print Audi nuqta adses funksiyasi ishlaydi. Mana salom deb ishladi. Cascade operatori haqida gaplashamiz. Cascade operatori bu shunaqangi operatorki, misol uchun mana car degan klassingiz bor.
car degan klassdan obyekt olmoqchisiz. Audi va Chevrolet deb mana qarang. Car Chevrolet barobar car nuqta name misol uchun Tahoe nuqta modeli teng RS 9 misol uchun modelini bilmayman nuqta ot kuchi 700 ta. Mana Cascade operatori bu operator va xususiyatlariga, funksiyalariga to'g'ridan to'g'ri kirish uchun obyekt nomini qayta kirishdan qochish uchun ishlatiladi. Ya'ni mana bu yerda yana Audi.model, Audi.hp qilib ishlatmadingizda, shunday obyekt oldingiz, obyekt olib sirazi qiymatini biriktirib oldingiz shartda o'zida. Endi misol uchun mana Chevrolet shuni chiqaradigan bo'lsangiz, modeli avtomatik qiymatlari bilan chiqadi mana. Cascade operatori demak 2 nuqta qo'yib, klassning modellarini qayta yozmasdan, klassning property yoki metodlarini qayta yozmasdan qiymat biriktirish uslubi 2 nuqta bilan. Endi konstruktor haqida gaplashamiz. Demak, biz konstruktor deyilganda 3 xil turdagi konstruktorlarni bilar edik. Qaysi turlari? Required, turdagi konstruktor. Named konstruktor, named required, named bo'lgandan keyin named required yoki named optional. Endi mana yerda misol uchun optionallari ham bor. Shunchaki optional. Bu parametrlarni klassda biz funksiyada o'rgangan edik. Endi biz avtomatik mana shu car degan klassga konstruktor biriktiramiz. Konstruktor biriktirish uchun car deb yozib olasiz va uni qavsini ochasiz. Mana required qilmoqchi bo'lsangiz, name mana hozir mana uni null emas, buni shunchaki qilib bersangiz, shunchaki non-nullable qilib ochsangiz, ana endi misol uchun this nuqta name, this nuqta hp, this nuqta model. This kalit so'zi joriy obyektga murojaat qiladi, klassning ichida ishlaydi. Klassning ichidagi metod yoki propertylarga murojaat qiladi. Endi buni tipini null qilib qo'ysangiz ham bo'laveradi bemalol. Mana. Endi masala mana yerda o'sha muammo yuzaga keladi. Ilgari shunaqa qilib ishlatgan bo'lsangiz, endi hozir ishlatishingiz sal boshqacharoq bo'ladi. Degan misol uchun mana car deb obyekt olasiz. Car misol uchun Audi barobar car misol uchun name shartda o'zida o'sha sirazi Audi 1080 ta modeli string deydi. Nima olardi modeliga? RS 6 misol uchun. Mana o'sha sirazi ishlatsangiz bo'laveradi. Ya'ni konstruktor bu любой bitta klassdan obyekt olib turganingizda u konstruktorni yozishga majbursiz. Dastur mobaynida bir marta ishlaydi konstruktor. Ishlashi bilanoq u sizdan ma'lumot talab qiladi. Mana. Men qizaryapti, chunki menga nuqta virgul urg'ib berish kerak. Mana hozir aniqlamiz. Mana chiqdi. Hop, endingi masala boshqa turdagi konstruktorlar ishlatsa bo'ladi. Misol uchun required ishlatsangiz, named required qanaqa ishlaydi yoki optional qanaqa ishlaydi namedga nisbatan. Ha, ular ham qiyin emas. Qanday ishlaydi desangiz, konstruktorlar mana bu holatda ishlaydi. Misol uchun required this nuqta hp yoki name любой farqi yo'q. Required this nuqta model required this nuqta hp.
Misol uchun ot kuchi. Endigi masala o'sha bunaqangi olmaydi o'ziga, boshqa tartibda oladi. Karni kar qilib ochasiz, faqat nomi bilan chaqiriladi. Nemiga Audi modeliga RS6 horsepower 1080 ta. Mana. Ya'ni siz nomi bilan qiymat biriktirdingiz. Domla endi shu joyga bitta option qo'shib qo'yaylik deydigan bo'lsangiz, optiondan qo'shsangiz bo'ladi. Misol uchun option positioning parametrlar odatda ular narxlab ochilingan bo'lishlari lozim. Bering misol uchun string price narxi. String bo'lsin. Optional positioning parametrlarda odatda shuni unutmanglar, yoki ular e'lon qilinganida narxni e'lon qilinishi kerak yoki o'zlarini default qiymatlari bo'lishi kerak. Mana. Endi mana shu yerda virgul this nokta price mana qarang. Mana yerda narxini so'ramadi mendan. Va mana yerda chop ham etmaydi. Agar men new line dollar price qilmasam. Mana. Mana. Null keldi. Demak, price ni chop etdik. Price null keldi. Endi savol, biz price ga qiymat biriktirdik, lekin olmadi. Null bo'lganligi uchunmi? Null bo'lmaganini olmayman deyapti. Shunda income'da default values bo'lishi kerak yoki null bo'lishi kerak. Siz price barobar mana shu yerda o'zida 108,000 dollar qilib qo'ysa bo'laveradi. Demak, e'lon qilinib turganda shunday e'lon qilinsa bo'laveradi. Yoki null qilib e'lon qilinsa bitta qiymat berish kerak yoki default qiymat beraman desa ham ba'da qiymat berish kerak. Oxirgisini oladi shunda. Price. Endi agar yo'q, men price'ni o'zgartirmoqchiman desangiz, price'ni chaqirasizda qiymat biriktirasiz. 109,800 qilib mana. Sizdan kelganini oladi. Mana 109,800 mana. Xolos, siz mana oxiriga siqcha qo'yib ham. Mana. Mana shu holatda bo'ladi. Endi o'zini shunday holatda default konstruktor bo'ladi deyapti. Hop, bu like for ochib turib unga qiymat biriktirish, bu esa o'shani bir usuli. Bir xil bo'lib qolsa. Demak, shu holatgacha davom etsak, biz 38-varaqacha boribmiz. Buni davomi bo'ladi.